Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilar. 27-iyul 2026-yilda shu savdolarimiz davom etmoqda. Zamin savdo markazimizda ushbu 700 kilogramlik materialimiz sotildi. Hojibo, qalay material, yaxshimi? Ma'qulmi? Narx-navolar qanaqa? Yaxshimi? Hojibo bilan hamma joyda qidirib kelishibdi, so'rab surishtirib kelishibdi. Narx-navosi juda ham yaxshi deyapti. Obunachilarimizga nima deysizlar, Hojibo? Obunachilarga kelinglar, raqam qo'yinglar. Biz 3-chi yo 4-chisini olyapmiz. Hojibom yo 3-chi yo 4-chisini olishyapti ekan. Yana qaytib kelib mana bizni savdo qilishyapti. Kimga mana shunday sifatli, yaxshi materiallar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar va bizda yana ushbu modelimiz sotildi. 1 tonnalik materialimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga sotildi. Dastlabkasini qilib berishyapmiz. Mana o'sha odamlarga ham barakasini bersin. Shopir aka mana yuklab olib ketishyapti. Mana akamlar olishibdi. Hozir telefonda gaplashib olsa bir suhbatni olamiz akamlarni ham. Mana shunday materiallar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Dizaynlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana 7 ta chiroq bilan jihozlangan LED chiroqlar bilan kechqurun ketaverib kunduz yuryapmanmi, qachon kech tushayotgan deb orasizlar. Bunda kechqurun yursalaring hamma qulayliklarga ega. Aka, telefonda gaplashib bo'lishdi. Aka, qalay, ma'qulmi? Ha, xudo xolasa ma'qul, yaxshi. Narx-navolar qanaqa ekan aka? Narx-navosi ham yaxshi, boshqa joylardan ko'ra arzonroq oldik mana. Boshqalarga ham tavsiya qilib dastlabki xizmatlari ham bor. Dastlabki xizmatlari ichida ekan mana. Akalarga rahmat. Mana kimga mana shunday arzon materiallar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida, Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Baraka toping aka. Xo'p, sog' bo'ling.